Tasavvur qiling, siz miloddan avvalgi 100-yilda qadimgi Rimning markazida tug'ilgansiz. Omadingiz kelgan chunki siz Yuliy avlodining bir qismisiz. Bu shunchaki boylik emas, bu deyarli ilohiy maqom. Sizning oilangiz o'z asl nasabini Venera ma'budasigacha olib borishni da'vo qiladi. Rim jamiyatida sizlar qadimgi Rim siyosatining Kardashyanlarisiz. Kuchli, mashhur va doimiy ravishda odamlar gapiradigan oila. Ammo oxirgi paytlarda oilangizning ahvoli yomonlashmoqda. Pullar kamayib bormoqda, siyosiy ta'siringiz esa asosan eski shon-shuhrat va nostalgiya hisobiga saqlanib turibdi. Rimda esa siyosat bu pul. Agar saylovlarda g'alaba qozonmasangiz yoki siyosiy martabangizni ko'tara olmasangiz, nafaqat obro'yingizni, balki yaxshi hayotingizni ham yo'qotishingiz mumkin. Xo'sh, otangizcha? U katta imkoniyatga ega edi. U Osiyo viloyatining gubernatori bo'lgan. Undan oldin esa pretor lavozimida ishlagan. Bu juda yaxshi eshitiladi, lekin aslida bu olimpiadada kumush medal olishga o'xshaydi. Faqatgina yaxshi natija. Ammo hamma baribir nega oltin olmadingiz deb so'raydi. Rimdagi oltin medal hokimiyat va eng yuqori lavozimlar degani. Avlodlar davomida oilangiz ana shu eng yuqori lavozimga erishishga harakat qilib kelgan, ammo hech kim bunga erisha olmagan. Siz esa buni o'zgartirishingiz kerakligini tushunasiz. Siz ajdodlaringiz haqida hikoyalar eshitib bo'lasiz. Qahramonlar, generallar, siyosatchilar, oiladagi buyuk odamlar haqida son sanoqsiz afsonalar. Va vaqt o'tishi bilan siz bir qarorga kelasiz. Ha, o'sha odam men bo'laman. Siz Yuliylar oilasini yana Rimning diqqat markaziga olib chiqadigan odam bo'lishni xohlaysiz. Bu juda katta maqsad. Ammo sizda ambitsiya bor va eng muhimi, sizda boy ota-onalar bor. Ular sizga pulga sotib olish mumkin bo'lgan eng yaxshi klassik Rim ta'limini berishadi. Albatta bunday ta'lim arzon emas. Boshqa Rim bolalari kalamushlarni quvib yoki dalalarda ishlab yurgan bir paytda siz falsafani o'rganyapsiz. Nutq so'zlashni mashq qilyapsiz. Chunki Rimda so'zlar ham qurol kabi odamni mag'lub eta oladi va sizga ikkalasi ham kerak bo'ladi. Keyin esa kutilmagan voqea yuz beradi. Sizga xabar keladi. Otangiz vafot etdi. Siz endigina 15 yoshdasiz va birdaniga sizning homiyingiz, himoyachingiz va eng katta xavfsizlik tayanchingiz yo'q bo'lib qoldi. Ammo vahima qilmang, ma'lum bo'lishicha, otangiz siz o'ylaganchalik katta odam bo'lmagan. U juda katta boylik ham qoldirmagan. Shuning uchun onangiz ishlarni boshqarish uchun oldinga chiqadi. Demak, yo'q, sizni yaqin oradan Rimdagi nufuzli ta'limingizdan haydab chiqarishmaydi. Ammo sizning yana bir muhim qarindoshingiz bor edi. Gaius Marius, afsonaviy va juda qudratli Rim generali. U 7 marta konsul lavozimini egallagan. Bu Rimdagi hokimiyatni qayta-qayta qo'lga kiritishning eng yuqori darajasi edi. U siz eng ko'p hurmat qilgan insonlardan biri. Ammo muammo shundaki, u ham bundan 1 yil oldin vafot etgan. Xo'sh, endi faqat siz qoldingiz. Endi nima qilasiz? Siz atiga 15 yosh bo'lsangiz ham, oilangizdagi eng muhim erkaklardan biriga aylangansiz. Va sizning vazifangiz bitta. Yuliylar o'yini qulab tushishiga yo'l qo'ymaslik. Ammo siz shunchaki o'tirib yig'lamaysiz. 16 yoshingizda turmush qurasiz. Uning ismi Korneliya. Yo'q, bu sevgi uchun qilingan nigoh emas. Bu strategik ittifoq. Korneliya marhum amakingiz Gaius Mariusning kuchli siyosiy ittifoqchisining qizi edi. Bu shaxmat edi. Romantika emas, ammo vaqt o'tishi bilan kutilmagan narsa yuz beradi. Siz aslida Korneliyani sevib qolasiz. Mana endi haqiqiy muammo boshlanadi. Oradan 3 yil o'tadi. Xotiningizning otasi fuqarolar urushida mag'lub bo'ladi. G'olib esa Sulla ismli shafqatsiz odam. U o'zini Rim diktatori deb e'lon qilgan. Bu allaqachon yomon. Ammo bundan ham yomoni bor. Sulla qaynotangiz mansub bo'lgan siyosiy fraksiyaning barcha izlarini yo'q qilishni xohlaydi. Va bu odam shunchaki siyosiy dushmanlarni lavozimidan olib tashlamaydi. U o'lim ro'yxatlarini tuzadi. Agar ismingiz o'sha ro'yxatda bo'lsa, tamom. Yaxshi yangilik shundaki, hozircha sizning ismingiz ro'yxatda yo'q. Hali buning o'rniga Sulla sizga kichik bir tanlov beradi. Korneliya bilan ajrash. Uning oilasi va siyosiy fraksiyasidan uzoqlash. Shunda ehtimol tirik qolishing mumkin. Ammo u bilan qolishni tanlasangizchi, unda o'z ismingizni o'lim ro'yxatiga yozishga tayyor bo'lishingiz kerak. Mana eng muhim nuqta. Siz ketishingiz mumkin edi. Bu nikoh dastlab sevgi uchun tuzilmagan edi. Esingizdami? Lekin endi vaziyat o'zgargan. Endi bu sevgi edi. Uni tashlab ketish esa xiyonat bo'lardi. Faqat Korneliyaga emas, balki amakingiz qoldirgan merosga ham, orzuyingizga, kelajagingizga. Shuning uchun tabiiyki siz Sullaga u bilan ajrashmasligingizni, balki boshqa mamlakatga ko'chib ketishingizni aytasiz. Bu sizning eng aqlli harakatingiz emasdi. Sulla rasman ismingizni o'lim ro'yxatiga kiritadi. Tabriklayman, siz endi Rimda qidirilayotgan o'smirsiz. Siz atiga 18 yoshdasiz. Armiyangiz yo'q, zaxirangiz yo'q, siyosiy himoyangiz deyarli yo'q. Shuning uchun har qanday aqlli odam qiladigan ishni qilasiz. Qochasiz. Rim qishloqlari ichida g'oyib bo'lasiz. Doimiy ravishda joyingizni o'zgartirasiz. Sullaning odamlari esa hamma joyda. Ular sizni xuddi ovchi kabi ta'qib qilishmoqda. Ammo siz shunchaki yashirinmayapsiz. Siz omon qolishga harakat qilyapsiz.
va bu haqida hamma biladi. Oxir-oqibat ular sizga yetib olishadi. Endi vaziyatingiz juda yomon. Siz Rimdagi eng qo'rqinchli diktator tomonidan qidirilayotgan o'smir qochqinsiz. Bu yaxshi emas albatta, ammo kutilmagan burilish yuz beradi. Oilangiz taslim bo'lmaydi. Ular Sullaga jiddiy talablar qo'yishadi. Bu yerda talab deganda Rimdagi eng kuchli diniy muassasalardan biri Vestal bokralari nazarda tutilmoqda. Vestal bokralari qadimgi Rimdagi juda nufuzli ayol ruhoniylar guruhi bo'lgan. Ular sizning ishingiz bo'yicha Sullaga murojaat qilishadi. Avvaliga u qat'iy rad etadi. Mutlaqo yo'q. Bu yigit meni sharmanda qildi degan mazmunda javob beradi. Ammo oxir-oqibat u taslim bo'ladi. Siz rasman afv etilasiz. Siz ozodsiz, ammo Rimda qolmaysiz. Sulla sizning xavfsiz ekaningizni aytgan bo'lishi mumkin, lekin u fikrini o'zgartirib, nonushtadan oldin qotillarni yuborishi mumkin bo'lgan odam. Shuning uchun siz Rimdan chiqib ketasiz. Xo'sh, qayerga borasiz? Kichik Osiyodagi Rimning provinsiya Aziya, Osiyo viloyatiga. Siz boshingizni egib, harbiy sohada o'zingiz uchun nom qozonish umidida Marcus Minucci Termus ismli Rim qo'mondoni qo'shiniga qo'shilasiz. Va ko'p o'tmay shaharning bir qismi, Kichik Osiyodagi Mitilena shahriga yetib kelasiz. Shahar aholisi Rim hukmronligi bilan hammasi tugaganiga qaror qiladi va qo'zg'olon boshlaydi. Rim esa qo'zg'olonni bostirish uchun Marcus Minucci Termusni yuboradi. Ammo kichik bir muammo bor. Mitilena ulkan devorlar ortida joylashgan. Bundan tashqari ularda Poseydonning ham hasadini keltiradigan darajada katta flot bor. Agar Markus g'alaba qozonishni istasa, u shaharga ham quruqlikdan, ham dengizdan hujum qilishi kerak. Muammo nimada? Markusning floti yo'q. Xo'sh, bunday topshiriq kimga topshiriladi deb o'ylaysiz? Sizga albatta. Sizni Bitiniyaga yuborishadi. Vazifa esa Bitiniya qiroli Tornikametdan kemalar so'rash. To'g'ri, Rimning obro'sini saqlab qolish mumkin bo'lgan muhim topshiriqni endigina 20 yoshga kirgan yosh ofitserga ishonib topshirishadi va siz buni uddalaysiz. Qirol rozi bo'ladi. Rim flot kemalariga ega bo'ladi. Rim g'alaba qozonadi. Markus qo'liga kerakli kemalarni olgach, hujumni boshlaydi va nihoyat Mitilena qulaydi. Siz jangda o'zingizni haqiqiy jangovar mashina kabi ko'rsatasiz. Hatto fuqarolik tojiga ham ega bo'lasiz. Bu Rimdagi eng katta harbiy mukofotlardan biri edi. U jangda boshqa bir Rim askarining hayotini saqlab qolgan askarga berilardi. Shunday qilib siz haqiqiy urush qahramoniga aylanasiz. Ammo endi butun katta hayotingizdagi eng yaxshi yangiliklardan birini eshitasiz. Sulla o'ldi. Endi qarzlarni yig'ish vaqti keldi. Nihoyat uyga qaytishingiz mumkin, ammo keyingi maqsadlaringiz ro'yxati allaqachon tayyor. Rim siyosatini to'liq egallash. Miloddan avvalgi 73-yil. Siz Pontifex lavozimini egallaysiz. Bu juda muqaddas lavozimdek ko'rinadi, ammo aslida bu ham siyosiy hokimiyatga olib boradigan yana bir qadam. Siz bu lavozimni asosan familiyangiz va oilangizning obro'si tufayli qo'lga kiritasiz. Obro' eshiklarini ochadi. Miloddan avvalgi 69-yilga o'tamiz. Siz Ispaniyaga kvestor sifatida yuborilasiz. Ammo aynan shu yili dahshatli fojia yuz beradi. Xotiningiz Korneliya va marhum amakingiz Gaius Mariusning rafiqasi Yuliya xolangiz bir yil ichida vafot etishadi. Bu shunchaki tasodifiy yo'qotishlar emas, bular siz haqiqatdan ham sevgan insonlaringiz edi. Ular sizning kim bo'lib shaklllanishingizga katta ta'sir ko'rsatishgan. Ularni yo'qotish siz uchun juda og'ir zarba bo'ladi. Ammo siz rimliklarcha fikrlaysiz. Hayot sizga qanchalik qattiq zarba bermasin, undan qanday foydalanishni bilasiz. Shuning uchun ularning dafn marosimlarida hayotingizdagi eng hissiy va eng strategik nuqtalardan birini so'zlaysiz. Siz shunday deysiz: "Men juda xafaman, haqiqatdan ham. Xotinim menga oliyjanob amaki Mariusni eslatardi. Uni eslaysizmi? Rimni qutqargan odamni. Xo'sh, uning merosini davom ettirish uchun kim kelganini bilasizmi? To'g'ri, men. Siz saylovga nomzod bo'lganingizda esa odamlardan faqat bir narsani so'raysiz: qo'llab-quvvatlashlarini. Bu yashirin siyosiy kampaniya emas. Hamma buni biladi, ammo bu ishlaydi. Ispaniyadagi vazifangizni tugatib, Rimga qaytasiz va Kureul edil etib saylanasiz. Bu nimani anglatadi? Endi siz Rimdagi ommaviy tomoshalar va ko'ngilochar tadbirlarni tashkil qilish uchun mas'ulsiz. Xo'sh, nima qilasiz? Albatta, ulkan gladiatorlar o'yinlarini tashkil qilasiz. Katta, haddan tashqari katta. Byudjetni buzadigan darajadagi ommaviy tomoshalar. Odamlar esa buni yaxshi ko'rishadi. Ammo kichik bir muammo bor. Siz pulsizsiz. Shuning uchun qarz olasiz. Ko'p pul. Xavflimi? Albatta. Arziydimi? Albatta. Chunki xalq sizni yaxshi ko'ra boshlaydi. Mashhurligingiz esa osmonga ko'tariladi. Keyin katta g'alaba keladi. Rimdagi eng yuqori diniy lavozimlardan biri. Pontifex Maximus. Va siz shunchaki g'alaba qozonmaysiz. Siz raqobatchilaringizni butunlay ortda qoldirasiz. Endi siz shunchaki mashhur emassiz. Siz siyosiy kuchga aylangansiz. Keyingi lavozim Pretor Urbanus. Bu Rimdagi eng muhim huquqiy lavozimlardan biri. Shundan keyin yana Ispaniyaga qaytasiz, ammo bu safar oddiy amaldor sifatida emas, gubernator sifatida. Va endi siz rasman otangizdan ham yuqori martabaga erishgansiz.
Ammo sizning asosiy maqsadingiz hali ham oldingizda turibdi. U Olimp tog'idek baland ko'rinadi. Konsul bo'lish. Muammo nimada? Sizni lavozimga o'tirishingizni xohlamaydigan dushmanlaringiz juda ko'p. Siz taslim bo'lasizmi? Bu sizning uslubingiz emas. Axir, men siz haqingizda gapiryapman. Hech qachon ortga qaytmaydigan odam haqida. Shuning uchun harakat qilasiz. Siz buyuk Pompey bilan ittifoq tuzasiz. Rimning harbiy oltin boltasi. Keyin hammadan ham ko'proq pulga ega bo'lgan Kras bilan yashirin ittifoq tuzasiz. Bu tarixda birinchi triumvirat deb ataladi. Pompey sizga harbiy ta'sir beradi. Kras sizga pul beradi. Siz esa strategiyani olib kelasiz. Uchalangiz birgalikda Rim siyosiy tizimini o'zingiz xohlagan natijaga erishadigan darajada boshqarasiz. Va xuddi shunday, siz Rim konsuli bo'lasiz. Siz buni uddaladingiz. Yulilar nomi yana Rim siyosatining eng yuqori pog'onasiga qaytdi. Siz otangiz, amakingiz va oldingi avlodlar qila olmagan ishni qildingiz. Endi to'xtashingiz mumkin, dam olishingiz mumkin. Ammo yo'q, siz hammasini endi boshlayapsiz. Miloddan avvalgi 59-yil. Siz Rim konsulisiz va rostini aytganda, siz bu lavozimdan juda yaxshi foydalanasiz. Siz o'z kuchingizdan birinchi triumviratda ittifoqchilaringiz Kras va Pompeyga yordam berish uchun foydalanasiz. Har bir siyosiy dasturxon kabi o'ziga kerakli narsani oladi. Buning evaziga esa siz haqiqiy mukofotni olasiz. Sizga Gallia Cisalpina, Gallia Transalpina va Illirik ustidan prokonsullik qo'mondonligi beriladi. Buning ma'nosi nima? Sizga ulkan, boy va harbiy jihatdan muhim hududlar topshiriladi. Bu hududlarda katta resurslar bor va ularning atrofidagi ambitsiyali odamlar hali ularni egallab olishga ulgurmagan. Shuning uchun miloddan avvalgi 58-yilda Rimdagi vaqtingizni yakunlaysiz. Xushmuomalalik bilan xayrlashasiz. Keyin 4 ta legion bilan yo'lga chiqasiz. Endi Galliyani shaxsiy imperiyangizga aylantirish vaqti keldi. Bajariladigan ishlar ro'yxatidagi birinchi vazifa hududingiz atrofida yurib, Rimga qarshi chiqayotgan bir nechta qabilalarni bo'ysundirish. Birinchi katakchani belgilaysiz, keyin miloddan avvalgi 58-yildan 51-yilgacha siz butunlay boshqa rejimga o'tasiz. Siz gallar bilan qabilama-qabila urushasiz. Zerikdingizmi? Yangi yerlarga bostirib kirasiz. Nega? Chunki buni qila olasiz. Hatto o'z kuchingizni ko'rsatish uchun Reyn daryosi ustida ko'prik qurasiz. Qayiqlardan foydalanishmi? Bu havaskorlar uchun. Siz esa qaysarsiz. Miloddan avvalgi 50-yilga kelib, siz Galliyani Rim viloyatiga aylantirgansiz. O'zingizni avvalgidan ham boy qilgansiz. Ammo oltindan ham xavfliroq narsaga erishgansiz. Sadoqat. Sizning askarlaringiz sizga sig'inish darajasida sodiq bo'lib qolgan. Sizning odamlaringiz sizni juda yaxshi ko'rishadi. Siz boylikka, ulkan hududlarga va siz uchun jonini fido qilishga tayyor askarlarga ega bo'lgan haqiqiy rok yulduz generalga aylangansiz. Va bu senatni dahshatga soladi. Ular sizga kichik bir sevgi maktubi yuborishadi. "Hey Sezar, armiyangizni tarqatib yuborib uyga qaytsangiz-chi? Yaxshi urinish, siz esa Rimga legionlaringiz bilan qaytib kirsangiz nima bo'lishini juda yaxshi bilasiz. Dushmanlaringiz sizni xuddi o'ljaga tashlangan sherlar kabi parchalab tashlashadi. Shuning uchun siz xushmuomalalik bilan buni rad etasiz. Ammo Rimga bu yoqmaydi. Ular sizga ikkita tanlov beradi. Armiyangizni tarqating yoki davlat dushmani deb e'lon qilinasiz. Sizning javobingiz esa deyarli shunday: iloji bo'lsa, meni ushlang. Va xuddi shunday Rim sizga qarshi urush e'lon qiladi. Sizni o'ldirish uchun yig'ilgan armiyani kim boshqarishini tasavvur qilib ko'ring. Pompey, birinchi triumviratdagi eski do'stingiz. Uchalangiz bir paytlar Rimni birgalikda boshqarganingizni eslaysizmi? Ha, endi hammasi tugadi. Kras miloddan avvalgi 53-yilda muvaffaqiyatsiz harbiy yurish vaqtida halok bo'lgan. Shunday qilib, endi triumviratda faqat siz va Pompey qoldingiz. Sizda armiya bor, shon-sharaf bor, pul bor, odamlar bor. Xo'sh, Pompey nima qiladi? U vahimaga tushadi. U senatdagi sizning dushmanlaringiz tomoniga o'tadi. Uning fikricha, Sezar uni yo'q qilishdan oldin u Sezarning o'zini yo'q qilish kerak. Klassik xiyonat hikoyasi boshlandi. Miloddan avvalgi 49-yil. Sizning sabringiz tugadi. Siz qo'shningizni olib, Rubikon daryosidan o'tasiz. Bu nihoyatda jasur harakat edi. Aslida esa bu Rimga ochiqchasiga "Men sizlarga qarshi urush boshladim" degan xabar. Endi ortga qaytish yo'q. Siz Rim tomon shunchalik tez harakat qilasizki, Pompey va uning qo'shini vahimaga tushadi. Ular hatto jang qilishga ham urinib ko'rishmaydi. Rimni tashlab, qayta guruhlanish uchun janub tomon chekinishadi. Ammo siz unga nafas olishga ham imkon bermaysiz. Uni dengiz orqali quvib borasiz. Gretsiyaga yetib borasiz va nihoyat ikkalangiz farsal jangida to'qnashasiz. Pompeyda ko'proq askar bor, ko'proq otliq qo'shin bor, ammo sizda tajriba bor, strategiya bor va eng muhimi sizda "men baribir g'alaba qozonaman" degan qo'rqinchli darajadagi ishonch bor va siz uni mag'lub etasiz. Pompey yana qochadi. Bu safar Misrga. Ehtimol u Misr qirolligi ortida yashirinib o'zini xavfsiz his qilishini umid qilgandir. Ammo siz hali tugamadingiz. Siz uning ortidan tezda borasiz. Misrga yetib kelganingizda esa Misrliklar sizga yaxshilik qilyapmiz deb o'ylashadi. Ular sizga sovg'a berishadi.
Bu Pompeyning boshi. Siz unga qaraysiz va shu lahzada bu urush endi o'yin kabi tuyulmay qoladi. Raqibingiz haqida xohlaganingizni aytishingiz mumkin, ammo Pompey bir vaqtlar sizning do'stingiz edi, sizning ittifoqdoshingiz edi. Siz bilan birga Rimdagi hokimiyatni qo'lga kiritgan odam edi. Siz ko'z yoshlaringizni to'xtata olmaysiz, chunki hokimiyat shunday. U rishtalarni uzib tashlaydi. U odamlarni bir-biriga qarshi qo'yadi. U sizni yolg'iz qoldiradi, ammo siz baribir to'xtamaysiz. Rimga qaytasiz va oxirgi dushmanlaringizni ham birma-bir mag'lub etasiz. Oxir-oqibat qarshingizda hech kim qolmaydi. Fuqarolar urushi tugaydi va siz oxirgi g'olib bo'lib qolasiz. Miloddan avvalgi 46-yil. Senat sizni 10 yil muddatga diktator deb e'lon qiladi. Yomon emas, ammo siz uchun bu yetarli ham emas. Miloddan avvalgi 44-yilga kelib siz ularni yana bir qadam tashlashga majbur qilasiz. Ular sizni umrbod diktator deb e'lon qilishadi. Siz buni uddaladingiz. Siz ajdodlaringiz orzu qilganidan ham uzoqroqqa bordingiz. Yuliy nomi endi afsonaga aylandi. Endi nafaqaga chiqishingiz mumkin, ziyofatlar uyushtirishingiz mumkin, dam olishingiz mumkin. Ammo yo'q. Endi o'zingiz qurgan hokimiyatdan foydalanish vaqti keldi. Siz senat tarkibini o'zgartirasiz. Senatorlar sonini 600 nafardan 900 nafargacha oshirasiz va o'z tarafdorlaringizni mukofotlaysiz. Bu endi oddiy siyosat emas, bu imperiya qurish. Siz faxriy askarlaringizni yer bilan mukofotlaysiz. Qarzlarni kamaytirasiz, soliqlarni kamaytirasiz. Oddiy rimliklar uchun hayotni osonlashtirasiz. Va bilasizmi nima? Ular sizni shuning uchun ham yaxshi ko'rishadi. Ammo hamma ham xursand emas. Senatdagi eski aristokratlar vahimaga tushmoqda. Siz juda kuchayib ketdingiz. Juda mashhursiz, juda daxlsizsiz. Buni ularning ko'zlarida ko'rish mumkin. Hasad, qo'rquv, ammo nima bo'lsa ham ular xafa bo'laverishsin. Siz endi binafsha rangidagi kiyim kiyasiz. Bu rang qirollik va eng yuqori hokimiyat bilan bog'liq. Siz o'zingizga Petr Patria, vatan otasi degan unvonni berasiz. Siz endi shunchaki Rimni boshqarmayapsiz. Siz go'yo Rimning o'ziga aylangansiz. Ammo keyin miloddan avvalgi 44-yil 15-mart siz odatdagi binafsha rangdagi kiyimingizni kiyasiz. Bugun ham oddiy senat yig'ilishi bo'lishi kerak. Siz yuzlab muhim ishlarni hal qilgansiz. Siz albatta diktatorsiz, ammo hatto diktatorlar ham davlat ishlari bilan shug'ullanishi kerak. Siz odamlar orasida deyarli qirol kabi yurasiz. Keyin nimadir noto'g'ri ekanini his qilasiz. Birdan atrofingizda senatorlar to'planib qolganini ko'rasiz. Kimdir kiyimingizdan ushlaydi, keyin siz buni his qilasiz. Sovuq po'lat, pastga qaraysiz. Qon, sizning qoningiz. Ular endi sizga har tomondan hujum qilmoqda. Siz yuzlarni aniq ko'ra olmaysiz, faqat qoningizni ko'rasiz. Atrofga sachrayotgan qonni. Siz orqaga itarishga harakat qilasiz, qichqirasiz, ammo atrofdagi odamlar juda ko'p. Qochishning iloji yo'q. Oyoqlaringiz kuchsizlanadi. Siz pastga qulayapsiz va nima bo'layotganini tushunasiz. Atrofingizdagi senatorlar ozodlik deb baqirishmoqda. Bu odamlar sizni ogohlantirgan maslahatchilaringiz qo'rqayotgan odamlar edi. Ha, siz ularning sizdan nafratlanishini bilardingiz, ammo ular nima qilishga tayyor ekanini bilib turib biror narsa qildingizmi? Yo'q. Siz yuqoriga qaraysiz, nafas olasiz. Qon ketmoqda va keyin uni ko'rasiz. Pompey haykali, sovuq, harakatsiz, go'yo hammasini kuzatib turgandek. Siz tabassum qilasiz. Albatta, hammasi shunday tugashi kerak edi. Siz ichingizdan, ha, men juda takabbur edim deb o'ylashingiz mumkin, ammo men Rimni o'zgartirdim. Men Yuliylar nomini tarixga muhrladim. Va keyin xuddi shunday. Siz yo'qsiz. Galiyani zabt etgan odam, Pompeyni mag'lub etgan odam, Rim qoidalarini qayta yozgan odam, o'zini deyarli o'sha davr uchun muhim bo'lgan ma'budlarga tenglashtirgan odam senat zalida halok bo'ladi. Siz butun bir xalq ustidan hukmronlik qilishga harakat qildingiz. Yuliy Sezar, siz afsona kabi yashadingiz, ammo oddiy inson kabi vafot etdingiz va tarix sizni hech qachon unutmaydi.